Salom do'stlar, bugun biz sizlar bilan kompyuterimiz, notebookimiz, xullas Windows tizimida ekranni zapis qilishni o'rganamiz. Marhamat, boshladik. Birinchi o'rinda bizga mana bu programma kerak bo'ladi, Bandicam. Bu Bandicamni biz bilamizki, Google Chromedan mana shu yerga Bandicam. Mana bunaqa yoziladi. Mana Bandicam. Buni skachat qilib olamiz va o'z san'atga qilamiz. O'sanobga qilib bo'lganimizdan keyin o'sanobga qilishni hammamiz bilamiz. O'sanobga qilganimizdan so'ng bunga kiramiz. Bunga kirganimizda mana bunaqa ochiladi. Bu yerda hozir men ekran zapis qilayotganim uchun stop turibdi. Bu yerda start belgisi bo'ladi. Shu startga shunday bosgan holda mana bu yerda o'z sifrlar ketadi. Qolgan mana bu yerda qo'shimcha funksiyalari hammasi bor. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Hozir bo'ladi ishlatsam, pauza bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli buyog'ini sekin o'zingiz amallaysiz degan umiddaman. Qo'shimcha savollar bo'layotgan bo'lsa kommentariyada kutaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Siz bilan IT darsliklari kanali bo'ldi. Biz bilan qoling. Sizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.